Donald Tramp Eron bilan urushni to'xtatish bo'yicha dastlabki kelishuv imzolanganini ma'lum qildi. 60 kunlik sulh va yakuniy tinchlik muzokaralari boshlandi. Zelenskiy Putinga G7 da uchrashuv taklif qildi. Tramp va Makron ham ishtirok etadimi? Braziliyada rope jumping paytida 21 yoshli qiz halok bo'ldi. Donald Tramp Eron bilan urushni tugatish bo'yicha dastlabki kelishuv imzolanganini e'lon qildi. 60 kunlik sulh va yakuniy tinchlik muzokaralari boshlandi. AQSh prezidenti Donald Tramp Eron bilan urushni to'xtatishga qaratilgan dastlabki kelishuv allaqachon imzolanganini ma'lum qildi. Uning aytishicha, hujjat tafsilotlari yaqin kunlarda e'lon qilinadi. Bu haqda u kecha 15-iyun kuni G7 sammiti doirasida Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bilan uchrashuv chog'ida so'z ochdi. Bu kelishuv imzolanganini mamnuniyat bilan ma'lum qilaman. Bitim to'liq imzolandi degan Tramp. AQSh rasmiylarining bildirishicha, Eron bilan rasmiy kelishuv Jenevada imzolanishi rejalashtirilgan. Shundan so'ng Hormuz bo'g'ozi qayta ochiladi va Eron yadro dasturi bo'yicha texnik muzokaralar boshlanadi. AQSh vitse-prezidenti JD Vance'ning aytishicha, memorandum taxminan 1,5 sahifadan iborat bo'lib, umumiy tamoyillarni o'z ichiga olgan. Kelishuvning ko'plab bandlari keyingi muzokaralar davomida aniqlashtiriladi. Hujjatga ko'ra, Eron mintaqada tinchlik va barqarorlikni ta'minlashga, shuningdek yadro qurolini yaratmaslik bo'yicha tekshirilishi mumkin bo'lgan majburiyatni oladi. Sanksiyalarni yumshatish va muzlatilgan Eron aktivlarini qaytarish esa Tehronning kelishuv shartlarini bajarishga bog'liq bo'ladi. AQSh rasmiylarining ma'lum qilishicha, dastlabki hujjat elektron shaklda Donald Tramp va JD Vance va Eron parlamenti spikeri Muhammad Bag'ir G'alibov tomonidan imzolangan. Kelishuv asosida o't ochishni to'xtatish rejimi yana 60 kunga uzaytirildi. Shu vaqt ichida tomonlar yakuniy tinchlik shartnomasi bo'yicha batafsil muzokaralarni davom ettiradi. Zelenskiy Putinga G7 da uchrashuv taklif qildi. Tramp va Makron ham ishtirok etadimi? Urushni tugatish bo'yicha katta burilish. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 15-17 kunlari Fransiyada bo'lib o'tadigan katta yettilik G7 sammiti doirasida Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashishni taklif qildi. Bu haqda Reuters xabar berdi. Zelenskiyning aytishicha, ushbu uchrashuvda AQSh prezidenti Donald Tramp va Fransiya prezidenti Emmanuel Macron ham ishtirok etishi mumkin. Biz Putin bilan G7 doirasida uchrashishga tayyor ekanimiz haqida xabar berdik. U yerda Tramp va Makron bo'ladi, ya'ni Yevropa va Amerika vakillari bir joyda bo'ladi. Bu hammamiz uchun uchrashish va muzokara olib borish uchun yaxshi imkoniyat degan Zelenskiy. Uning ta'kidlashicha, Tramp va Makron bu taklif haqida xabardor qilingan. Biroq Ukraina prezidenti Rossiya tomoni yana urushni yakunlash bo'yicha muloqotga tayyor emasligini bildirganini aytdi. Avvalroq Zelenskiy Putinga ochiq maktub yo'llab, butun front chizig'i bo'ylab o't ochishni to'xtatish hamda neytral hududda shaxsiy uchrashuv o'tkazishni taklif qilgan. Braziliyada rope jumping paytida 21 yoshli qiz halok bo'ldi. Braziliyaning Limeira shahridagi rope jumping attraksionida 21 yoshli qiz halok bo'ldi. Yo'riqchilar xavfsizlik arqonini bog'lashni unutib, uni 40 metr balandlikdan pastga tashlab yuborgan. Bu haqda JBR kanali xabar berdi. Fojia joriy yilning 13-iyun kuni San-Paulo shtatidagi Skelet ko'prigi deb nomlanuvchi ko'prikda sodir bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda qiz jarlikka tashlanayotgan paytda arqon yerda yotganini ko'rish mumkin. Keyingi kadrlarda esa arqon degan baqiriqlar eshitilgan. Fojiadan so'ng kompaniyaning 3 nafar xodimi qo'lga olingan va ularga nisbatan ehtiyotsizlik ortidan odam o'ldirish ayblovi qo'yilgan. Ular voqea qanday sodir bo'lganiga aniq javob bera olmagan. Ularning boshi qotib qolgan, chunki ular uzoq vaqtdan beri rope jumping tashkil qilish bilan shug'ullanib kelgan, deydi politsiya. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, voqeadan keyin gumonlanuvchilardan 2 nafar yaqin atrofdagi o'rmonzor hududiga yashirinishga uringan. Ularga 12 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi xavf solmoqda. Halok bo'lgan qizning yaqinlari ularni qonunning eng qat'iy choralari bilan jazolashni so'ragan. E'tiboringiz uchun rahmat. Videoga like bosing va kommentariyalarda o'z fikringizni qoldiring. Xayr salomat bo'ling.